Katta bo'lsin, arzon bo'lsin degan mashina kelib qoldi. Kia'ning bahaybat mashinasi Carnival bu. Mashina absolutni baqvat mashina, koreyskiy varianti bu. 3.5 motor, 3.5. Bitta gazni bosasizlar, vang qilib chiqadi o'zi ham ovozlari. Bu Navarochinisi. Mashina bor-ku, вообще absolutni idealniy состояние. Sariq salon, rullari bor, matviy bo'lib turibdi. 99.105 km yurgan. Oilaviy semenniy hojoni hoji do'dilib o'tiradigan mashina mana. O'rtoqlar bilan libbo joyga ketaversanglar bo'ladi mana. Buni qora ranglari to'yga chiqyapti. Oqini olsanglar to'y chuvoymas deb aytishadi buni. Koreyskiy mashina, 7 oy tonirovka razresheniyasi bor, 4 ta yaxshi oyog'ida baloni bor, aybi 3 ta joyda petnosi bor. Orqa krilosida, oldi kapotida mana shu eshigida kichkina petnolari bor. Mashina вообще zo'r narxda qo'yganmiz. Mana hamma narsasi ishlayapti, hech qanaqa kamchiliklari yo'q. 9 mestali bu. Вообще zo'r narxda qo'yaman. Xudo xolasa, poddeshkani ayamasanglar, xudo xolasa Carnivallarning ichida eng arzon narx 26900 bo'lsa, berib yuboramiz. Xudo xolasa zo'r narxga qo'yganmiz. Bosib yuboringlar. Bunaqa narxga xudo xolasa ko'cha bo'yicha yo'q. Carnivallarning ichida eng arzon narx mana shu bo'ladi.